bile. Nima bo'ladi? Bile. Nima bo'ladi? Voy chala, nima qilaman? Bu yoqqa qaytib oldim. Voy bile. To'xta. Kim? Voy. Yaramas, bro. Sen kimsan? To'xtanglar. To'xtang. Voy, sen kimsan? Yoki siz kimsiz? U nima deganing? Hozir nechanchi yil? Hozir 2025-yil. Nima? Hozir. Nima hozir? 10-yil bo'lish kerak emasmi? Ya, siz nima kelajakdan keldingizmi? Yo, bля, kelajakdan keldi bu. Voy, neger, bля, qaytib beriki bo'ldi. Bu yerda nimaga porladi? Asteroiddan tushdingmi yo oydan tushdingmi, quyoshdanmi? Menimcha mana bu eski mashinada paydo bo'ldi. Men o'z davrimda o'lganman. Qaytib nima uchun? Nimaga? Qachon? Qayerga? Qachon? Nega? Chunki men sevdim. Yo! Qanday men bo'lsin? Axir men sening kelajakdagi variantim. O'xshamaysiz-ku. Nima? Qo'lingizni qarang. Basharangizni qarang. Qaraganda sen shunday bo'lsa kerak. Men hech qachon unday bo'lishni xohlamayman. Men Короче, mana yerga kiraylik, keyin gapiraman. Xo'sh, endi gapiringchi. Men o'z davrimda aslida o'lganman. Qanday? Sen o'z davrga borib, sen ham xuddi shunday bo'lasan. Kim o'ldiradi? Qachon? Nega? Seni yoshligimdan yovuz bo'lib keladi. Demak, hozir seni ham kuzatib yuradi. Lekin u meni bu yerga kelganimda bilmaydi. Shuning uchun men uni yengishga harakat qilganman yoshligimda. Ko'p marta yengaman. Bu safar u ko'p moblar bilan menga tashlandi va mening armiyam yo'q bo'lib, men aslida armiya tuzgandim. Shu armiya yo'q qilib uni va mening ham o'limga yakun yasadi. Bu yerga siz qaytib qoldingiz? O'sha mashinada, lekin nima bilan? Qanday o'lgan bo'lsangiz qaytib kela olasiz? Meni do'stlarim, men aslida deyarli o'lmagandim. Men do'stlarim o'sha mashinaga solishdi va men bitta tugmani qiziqib bosyapti. Shunga shunday bo'ldi. Shuning uchun shunday bo'ldi. Yaxshi. Janosan, endi qanday qilib men sizga yordam bera olamanmi? Inam ovda bo'lamiz. Men senga yordam berishim kerak. Qaytib o'sha hayvondan himoya qilaman. U hayvonmi? U hayvonni qaytib yengsak? Hayvon deyarli hayvon emas, u mutant. U seni o'ldirmoqda. Mutant? Gaplaringizga ishonishga ham hayron bo'lib qoldim. Mayli, bu yerda o'tirib turing yoki uxlab turasizmi? Uxlayvering. Men hozir kelaman. Voy, bilay bolalar. Bu qaytib nima uchun gaplar rostmikan-a? Uni gapi rost bo'lsa kerak-ku. O'zi bugun kun boshqacha bo'lib turgandi.
o'rgatish kerak. Hey. Xo'p, o'zi uni tasvirlab bera olasizmi? Modni backing. Tasvirlab bering-ku. Uni men judayam tanimasdim. Tanimagan bo'lsangiz ko'p marta urushganman deysiz. Esingizda yo'qmi? Ha? Menimcha qarligim ishga tushyapti. Bo'lmasa men hozir biz Umu bilan yana kurasha olamizmi? Menimcha Umu sal-pal eslayapman. Bu kuchli odam. Odam? Yo'q, u judayam yengish qiyin bo'ladi. U YouTube'ga ham chiqib turadi. Ko'pincha. Ismi kim? Nomi nima? Bilmadim. Menimcha men qaysidir videoda ko'rganman. Menimcha u qandaydir bitta video YouTube'dagi videosida chiqqandi. 3 kishi bo'lib. Qandaydir Bedrock'dan uylar qurarmidi? Menimcha shunday bo'ladi. Bedrock'dan? Hacker, to'g'rimi? Hackermi? Bilmadim. Balkim shundaydir. Qora kiyinganmi? To'g'ri. Ha, u bilan men ham olishgan edim. Xo'sh, uni yengishning usullari bormi? Samuray chasga tashiyman. Menimcha sen uni qurollar bilan yengolmaysan. Oxirgi marta ham yengilgandim, keyin ba'zan qutulgandim. Hozir mana shu tekisliklarga bekinib olganman. Endi nima bo'ladi? Menimcha adashmasam shu kuni, ya'ni tong saharda menimcha senga uyingning oldiga mana shu yerga kimdir keladi. Qandaydir yasani olgan, chiroyli kiyingan, sochlari sariroq, yo'q, yo'q. Bittasi keladi. Qizmi? U qiz bolami? Yo'q, o'g'il bola. U keladi va sen o'g'lan yurishingni aytadi, keyin u seni qayergadir qishloqqa olib boradi. Ya'ni o'sha qishloqqa. Oxirgi marta u bilan urushga qishloqqa olib boradi. Keyin sen oldin yashagan uyingga kirib ketasan. Sen u yoqda ham bir kun o'tkazsan va o'zingni hukm qiladi. Yo'q. Lekin tushunursin, bularning hammasi o'rtada bo'lmasga o'xshayapti. O'ynashlasizlar. Nima deb o'ylaysizlar? Biz hozir videoni shu yerda to'xtatamiz. Like bosib, obuna bo'lib qo'yish